Chevrolet Epita bu avtomobil modeli General Motors tomonidan ishlab chiqarilgan va bir vaqtlar O'zbekiston bozorida ham mashhur bo'lgan mashinalardan biri hisoblanadi. Bu mashina asosan 2006 yildan boshlab ishlab chiqarila boshlangan va 2011 yilgacha dunyo bo'ylab turli bozorlarga chiqarilgan. Epita aslida Chevrolet brendining orta sinf sedan toifasidagi modeli bo'lib, u qulaylik, kenglik va sifatli yurish xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan mashina hisoblanadi. Mashinaning ishlab chiqarilish tarixi ham qiziqarli, chunki Epita dastlab Janubiy Koreyada Daewoo brendi ostida ishlab chiqarilgan va Daewoo Magnus deb atalgan. Keyinchalik General Motors global strategiyasi asosida u Chevrolet nomi bilan turli mamlakatlarda sotila boshlagan. Epita modeli asosan o'rta sinf oilaviy sedan segmentiga kiradi. Uning asosiy raqiblari Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata kabi mashinalar bo'lgan. Chevrolet Epita o'z davrida O'zbekistonda ham qiziqish uyg'otgan, chunki mashina kattaligi, salonining kengligi, yumshoq yurishi va tashqi ko'rinishi bilan odamlarni jalb qilgan. Mashinaning uzunligi taxminan 4800 mm atrofida bo'lib, kengligi 1810 mm, balandligi 1450 mm va gildirak bazasi 2700 mm dan ortiq edi. Bu o'lchamlar mashinani juda qulay va keng qilishga yordam bergan. Chevrolet Epita asosan ikkita turdagi dvigatellar bilan ishlab chiqarilgan. Ulardan biri 2 litr hajmli benzinli dvigatel, ikkinchisi esa 2,5 litr hajmli versiya bo'lgan. Ayrim bozorlarda dizel versiyalar ham taklif qilingan, lekin eng keng tarqalgani benzinli variantlar edi. 2 litrli dvigatel taxminan 143 ot kuchi ishlab chiqargan. 2,5 litrli dvigatel esa 156 ot kuchiga ega edi. Bu dvigatellar 5 pogonali mexanik yoki 5 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlagan. Epitaning asosiy afzalliklaridan biri uning yurish sifati edi. Mashina yo'lda yumshoq va tekis yurardi. Yo'lovchilar uchun juda qulay edi. Bu xususiyat O'zbekistondagi odamlar uchun muhim bo'lgan, chunki yo'llarning sifati har doim ham ideal emas. Chevrolet Epitaning tashqi dizayni o'z davri uchun jiddiy va klassik ko'rinishga ega edi. Oldi qismida katta radiator panjarasi, yon tomonlarda cho'zilgan faralar va silliq chiziqlar mashinaga zamonaviylik berib turardi. Orqa qismi ham keng bagaj bo'shligi bilan ajralib turardi. Mashinaning bagaj hajmi 480 litr atrofida bo'lib, oilaviy safarlar uchun juda qulay edi. Salon ichiga kelsak, Chevrolet Epita keng va qulay joyga ega edi. Oldi o'rindiqlar katta va qulay bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoq bermas edi. Orqa o'rindiqlarda esa 3 kishi bemalol sigardi. Oyoq uchun ham bosh uchun ham joy yetarli edi. Material sifati o'sha davrning o'rta sinf mashinalari uchun yaxshi hisoblangan. Salon dizayni klassik uslubda bo'lib, markaziy panelda oddiy lekin qulay boshqaruv tugmalari joylashtirilgan edi. Epitaning yuqori komplektatsiyalarida charm o'rindiqlar, avtomatik konditsioner, changer va hatto sunroof ham mavjud bo'lgan. Xavfsizlik tizimlari ham o'sha davr uchun yetarlicha mukammal edi.